Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan data typelar, ya'ni ma'lumotlar turlari haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi bo'lib, o'sha o'tgan darslarga aytib o'tganimdek, birinchi fayl ochishdan boshlaymiz. Ya'ni yangi papka ochishdan boshlaymiz. 3-dars. Dars.py. Ya'ni faylni ochib oldik. Xo'sh, Pythonda o'sha faylni 3-dars deb ochib oldim. Endi xo'sh, o'zi data typelar nima? Data typelar qiymati, o'zi data type nima maqsadda ishlatiladi desalaringiz, har bir narsani o'zining ma'lumot turlari bo'lganda Python dasturlash tilida ham, ya'ni o'sha data type degan, ya'ni ma'lumotlar turlari bor. Xo'sh, bizlar bugun sizlar bilan faqat 4 ta data type ko'rib ketamiz, ya'ni string, init, float, bool, ya'ni harflar bilan ishlash, butun sonlar, kasr sonlar va true, false, ha yoki yolg'on degan data typelarni ko'rib ketamiz. Birinchi bo'lib string, ya'ni string data type, ya'ni qisqartmasi str bo'ladi. Ya'ni string data type nimaga ishlatiladi? Ya'ni harfiy ifodalarning barchasi string data type'ni qabul qiladi. Misol uchun, matn degan o'zgaruvchi oldim. Ya'ni a teng qildimda, xo'sh, nima deyman? Dars deyman. Print deyman. Matn deb chaqiradigan bo'lsak, ya'ni matn deb chaqiradigan bo'lsak, dastur ishlatadigan bo'lsak, bu prosta matn degan ma'lumotni bizga chiqarib beradi. Xo'sh, sal nimalar qilib olamiz. Ya'ni ishlatadigan bo'lsak, p 3-pastchasi dars deb tabni bosib ishlatsak, darsni o'zini chiqarib beradi bu yerda. Endi bu yerda data type'ini, ya'ni bu dars qanaqa turga tegishliligini bilmoqchi bo'lsak, biz har doim kelamiz, ya'ni yozamiz print typer deysizlarda, matn deb yozasizlar. Matn, mana typer qilib matn deb yozadigan bo'lsak va clear qilib terminal to'ldirib tashlang va mana bu yerga qarasak string deb chiqdi. Ya'ni bu string degani, ya'ni faqat harfiy ifodalarni qabul qiluvchi bo'ladi. Ya'ni bu yerda harf yozganligim uchun string deb qabul qildimmi desalar, yo'q, unaqa emas. Galochka, ya'ni qo'sh tirnoqni o'zi bu string degani. Ya'ni qo'sh tirnoqning ichiga har qanday ma'lumot yozsalaringiz ham baribir string deb chiqaraveradi. Ya'ni bu o'sha qo'sh tirnoqning o'zi faqat shu string data type'ini qabul qiladi va o'sha ma'lumot turini, ya'ni string qilib yuboradi. Shuni evaziga qo'sh tirnoqning ichiga yozilgan har qanday qiymat, belgi bo'lsin, son bo'lsin, tekst bo'lsin, harf bo'lsin, har qanday qiymatni hammasini bu string deb qabul qiladi. Ya'ni birinchi data type mana string data type edi. Bunga asosan qo'sh tirnoq ichiga o'zi asosan xo'sh, matnlar, ya'ni harflar, ya'ni harflar, matnlar yoziladi. Ya'ni son yozib qo'yish mumkin emas. Ya'ni son yozsalar xato, lekin son yozilmaydi. Xo'sh, birinchisi bu string data type edi. Endi ikkinchisi mana bu yerga str mana string bo'lgancha str data type deb yozdim. String data type deb yozib qo'ydim. Endi uchinchisi init, ikkinchisi init data type, ya'ni sonlar, number deb qo'yamiz. Mana number, ya'ni sonlar bilan ishlash. Ya'ni bu yerga son yozamiz. Ya'ni a teng qilaman, misol uchun 45, a teng 45, print qilaman. Ani o'zini chaqiradigan bo'lsam, prosta son chiqib kelib chiqadi mana. Ani o'zini chaqiradigan bo'lsam 45 degan soni kelib chiqdi. Agar buni data type'ni tekshiradigan bo'lsak, print typer qiladigan bo'lsam, ya'ni ani chaqiradigan bo'lsam, dasturni ishlatadigan bo'lsam, mana number, ya'ni init deb chiqardi. Ya'ni bu data type'imizning nimasi init bo'ldi. Ya'ni init data type har doim butun sonlarga tegishli bo'ladi. Butun sonlar degani nima degani? Minus cheksizlik qilib qo'ysak, qanaqa bo'ladi? Misol uchun cheksiz minus 45 qiladigan bo'lsak, bu qanaqa son bo'ladi? Bu ham butun son hisoblanadi. Ya'ni minus cheksizlikdan to plus cheksizlikkacha bo'lgan sonlarning oralig'i bu butun son hisoblanadi. Misol uchun 0 ham, bu ham init. 0 ham. Bu ham butun sonda. Mana butun son bo'lganligi uchun initda ham oddiy butun son deb olsak bo'ladi. Xo'p, endi undan keyingisi esa float. Mana float data type. Bu kasr son hisoblanadi. Kasr son degani, misol uchun 1/2 ni bo'linmasi 0.5. Ya'ni bu kasr sonlar bo'ladi. Misol uchun a teng 0.1 desak va print typer qilib data type'ni tekshiradigan bo'lsak, typer a deb oladigan bo'lsak, dastur ishlatadigan bo'lsak, mana float deb, ya'ni data type'imizni bizga chiqarib berdi. Ya'ni float data type deb chiqarib berdi. Endi agar biz mana bu yerga 0 qo'yib, xohlasak 1 qo'yib tashlasak ham bo'ladi. Ya'ni nuqtacha qo'yilsa bo'ldi, u farqi yo'q. Ya'ni float data type bo'laveradi mana. Hammasi floatni qabul qilaveradi. Endi bitta savol turadi, o'z data type'lar bizga nimaga kerak, ishlatishimizdan maqsad nima desalaringiz, data type sizlarga shunaqa narsaki, ya'ni bir-biriga, ya'ni ikkita data type'ni bir-biriga qo'shishlaringiz mumkin. Ya'ni ikkita bir xil ma'lumot turini bir-biridan, ya'ni filtr qilishlaringiz mumkin, bir-biriga qo'shib olishlaringiz mumkin. O'shaning evaziga bizga data type'lar kerak bo'ladi.
Xo'p, keyingisi esa bool degan data type bor, ya'ni boolean, ha yoki yolg'on. Bu true false deb belgilaydi. Misol uchun, oddiy misol keltiradigan bo'lsak, ko'chaga yomg'ir yog'yaptimi deb kimlardan so'roq, ya'ni savol beradigan bo'lsak, ha bo'lsa, bu ya'ni boolean, ha bu true, ya'ni boolean data type'iga tegishli bo'ladi. Misol uchun, a teng 5 ga deymiz, b teng 6 ga deymiz, 9 ga deymiz. C teng a kattami b dan deb bu yerga data type'ini tekshiradigan bo'lsak, typer s qiladigan bo'lsam, boolean degan data type'dan chiqdi, ya'ni bool deb chiqdi. Ya'ni o'sha true false ni aniqladi. True false ni ham chiqarib qo'yishimiz uchun virgul qo'yib seni chaqirib qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni true false chiqarib beraman. Mana false, ya'ni hech qachon 5 imiz 9 dan katta bo'lmaydi deb shunga xato deb chiqaradi. Agar mana bu yerga 50 deb qo'yib yuboradigan bo'lsam, endi true degan savol nimani chiqaradi, natijani chiqaradi. Ya'ni ikkita bir xil data type'da asosan bir-biriga qo'shish uchun, ya'ni data type'larni o'zaro bir-biriga filtr qilish uchun data type'lar bizga kerak bo'ladi. Ma'lumot turlari kerak bo'ladi bunday olganda. Endi qaranglar, a teng 45 bu init data type, b teng esa butun 5 bu float data type. Ikkalasini bir-biriga qo'shsak bo'ladimi? Bu ikkita data, ya'ni ikki xil turdagi ma'lumotni desalar, albatta qo'shsa bo'ladi. Ya'ni a teng b qiladigan bo'lib, print seni chaqiradigan bo'lsak, dastur ishlatsak, mana 78.5 chiqdi. Ya'ni ikkalasi son bo'lganligi uchun, bir-biriga juda ham yaqin bo'lganligi uchun buni o'zaro bir-biriga qo'sha oldik ikkita data type'da. Bularning data type'i har doim shuni ham unutmaysizlar, init bilan float bir-biriga qo'shilayotgan payti yoki ko'paytirilayotgan payti har doim float data type deb chiqadi. Ya'ni har doim u qabul qo'yib boradi, float qabul qiladi. Shuning uchun, ya'ni init bilan float bir-biriga qo'shsalaringiz har doim float deb chiqadi. Mana float deb javob natija chiqardi. Ya'ni data type float bo'ladi. Endi misol uchun initni hech qachon stringga qo'shib bo'lmaydi. Mana initda, ya'ni mana bu yozyapti, typer error deyapti. Sen deyapti, tur errorini qilyapsan, xatosini qilyapsan deyapti. Init bilan deyapti, mana o'zi xatoni ko'rsatib beryapti. Init bilan stringni bir-biriga qo'sha olmaysan degan natijani bizga chiqarib beryapti. Ya'ni bu data type'lar nima kerakligini tushunib oldingizlar degan, tushunib oldingizlar o'zi. Ya'ni ikkita qiymatni bir-biriga, ya'ni ikkita turdagi qiymatni bir-biriga qo'shmasligimiz, ya'ni qo'shishda xatolik qilmasligimiz yoki bo'lmasa ustida qanaqadir o'shaning ustiga amal bajarishda xatolik qilmasligimiz uchun mana shu narsalarga e'tibor berib ketamiz. Bugun sizlarga o'tmoqchi bo'lgan narsalarim shular edi.